Hürmetli vatandaş bugün muhakeme sizle birle çizla 2023 yıl 3. ayının 28. günü haftaga seyşembe başta ettik Hugo Guang Amerika avazıga teklif bilen obzor yazıptı. O tilga algan mesele Beijing'de ötküzülgen işki kurultay. Tağı tönüge 3. ayının 5'ida. Ötküzülgen işki kurultaydan keyin Cumhuriyet Partiyasi kurulma karakterlik islahat elip beriş layihasini oturup koydu. Endi bugün şununla asasen hazır Cumhuriyet Partiyasi Merkezi Komitetede hizmet yoki cemiyet ve hizmet organı kuruldu. Çünkü Kompartiyasının Merkezi Komitetede cemiyet ve hizmet organı kuruldu. Ama bu gitti. Biz başta ne dedik? Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Mahkemesi de Cungo meselesini yoki Cungo işlerini maslaştırış hanesi kuruldu. Okşaşlar. Biz bundan burun leksiyelerde belki bir ay burun maya genelde sel burak vaktine diyen de vatandaşı mesela Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşleri Antony Blinken Beijing'ni ziyaret kılışının aldı da, harpısı da aldı da. Şu vakti şundak gep oturgu çıkkanı da, pakatlı bir ketim çıkkanı değil mi? Hazır Cungo işlerini bir taraf kılış hizmet grupsi kuruldu. Şu vakti da Amerika'da kuruldu mu, yoki Cungo'da mı şundak vakti okşaş kuruldu mu, bu enek emas. Bırak bugün enek oldu ki, hizmet grupsi kuruldu. Her iki tarafta hizmet grupsi kuruldu. Dahila Amerika Koşmuş Ştatlar'da Amerika Koşmuş Ştatlar Prezident Joe Biden Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping muşu aralıkta bir qancha qatim söhbetleşti. Muşu söhbetler asasında hal qiladigan meseleler o'ttirg'i qo'yilib bo'ldi. Meyli Tayvanchi bo'lsin, meyli Hong Kongchi bo'lsin, meyli Uyg'uristonchi bo'lsin, meyli Tibetchi bo'lsin, her bir meselenin hal qilishga tegishlik şu meselenin o'ziga xos xarakteri var vatandaş. Mesela Tayvan'ı alayla azat kılıp Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'daki yana bir siyasi partiya Kuomintang Partisi'nin kaçıp gelişi götünüp verdi. Mesela Tibet'ni alayla bunun 2. ayının 9. günüdeki Devlet Meclisi'nin kanun layihası Tibet meselesi doğrusu da Tibet'nin öz takdirini özü belgeleşti. Cungo hükümeti tartıp aldı. Tibet'nin öz takdirini özü belgeleşti. Halkara cemiyet tartıp aldı. Şimdi ama Uygurlar size bunda gep gelmedi değil. Bu gepler eğitilip bol değil. 2. ayının 9. günü Devlet Meclisi Tibet doğrusu şunda kanun layihasını makıllap 5 gün dinkin. 3. ayının 14. günü Arunachal. Yani Hindistan bilen Tibet oturusudaki Arunachal yoki şeye tartılgan mekmahon sizi bu Angliyelik diplomat Angliya Hindistan'da oturgan çağlarda Angliya Tibet bilen bardı keldi kılışkan devlet süpütüde bardı keldi kılışkan bir tarih var. Şu vaxtıda Angliyalikle yoki mekmahon sizi bu taraf Hindistan'ın bu taraf Tibet'nin dep ayırğanıdır. Bu kadar muşu meselede Amerika Koşmuş Ştatları 3. ayının 14. günü biz silahı sözüldük. Mekmahon sizi itiraf kılındı diyen gep Hindistan için hem şundak itiraf kılındı. Tibet bu devlet için hem şundak itiraf kılındı. Kısıksı oturdu mekmahon sizi boyunca şu vakti şartname imzalaşkan iki devlet Hindistan bilen Tibet devleti diyen muşu ufkum muşu siyasi ibare Amerika Koşmuş Ştatları Kemeş Palatası'nın 3. ayının 14. günündeki kanun layihasını oturup koyuldu. Ben tünüge sözlüken muhakeme leksiyemde dedim ki bu ya yazmış şekilde kelime diye ya ki başka şekilde ya ki tor video film şekilde kelime fakat Tayvan Hongsun şirketinin halkılık peytler tor bitidi.
Bu ikki qatim e'lon qilindi. Men ikkinchi qatim yana sizlarga anglataman deb anglatgan edim, vatandosh. Endi qaytib keling. Ikki xil ishxona. Jungoda Markaziy komitet qaramog'idagi jamiyat ishxonasi. Jamiyat xizmat ishxonasi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi yana bir ishxona. Nayt ochiq. Jungo ishlarini moslashtirish yoki jungo ishlarini moslashtirish chiroyli qiladi aytilishga amaliyotda jungo Amerika o'rtasida chiqqan masalalar Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi, mushu masalalarni endi konkret qo'l silib ishlash. Amerika tarafdan aytganda moslashtirish, jungo tarafdan aytganda jamiyat xizmati markazdan qarmog'ida, Amerika tarafdan aytganda moslashtirish, davlat mahkamasining qarmog'ida doiraning qo'lidan prinsip chiqib bo'ldi. Prezident Joe Bidenning, rais Xi Jinpingning qo'lidan prinsip chiqib bo'ldi. Siyosat chiqib bo'ldi. Endi konkret ishlash. Xatamiyamni tahlil vatandoshim. Endi bu yerda gap hozir badlikchiga yetkazdik. Rek Waters Jungoni bir hafta ziyorat qildi. Buning uchun Antony Blinken davlat ishlar kotibining Beijingni ziyorat qilishiga yo'l ochildi. Demak, yuqoridagi tarafdorlar ziddiyatlarning keskinligi, Amerika Jungo munosabatining keskinligi, munosabatlarning hang'inay cho'nqurlik tushib ketganligi tunugunlarda shular so'zliqqa. Endi bugun yana asliga qaytib kelgandek ishni boshlaymiz. Hal qilishdan birma-bir hal qilishdan boshlaymiz. Sizning xizmat guruhingiz mat doirada bundoq ishlaydi. Bizning xizmat guruhimiz ma doirada bundoq ishlaydi. Balki birlashtirib hal qilish davriga kirganda ikkimiz hamkorlashib bu masalalarni bundoq hal qilamiz. Men bu gaplarni abstrakt qo'ydim chunki naq maydonda men yo'q yo guruhning ichida men yo'q deb aytdim. Ish shunaqa. Demak siz qayt qiladigan va yoki ideyangizni muqimlashtiradigan bir nuqta hozir Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi ishxona qurildi. Jungo masalasini hal qilish. Hozir Markaziy komiteti Jungoda xizmat va jamiyat ishxonasi qurildi. Amerika Jungo o'rtasida qo'yilgan Tibet va Uyg'uriston masalalarini hal qilish degan nuqtaga kelaversangiz bo'laverdi vatandosh. Bu Gogwang apandi o maqolani chiroyli qilib siyosiy sotsiologiya sohasiga ketib qoldi. Men u kishi bu qaytarib kelib ishmayadi dedim hozir vatandoshim. Ishmayadi. Chunki masala o'tirib qo'yilgan ekan. Buni dedi-ku, ishchilikdan eshak jiliga so'rab yuradigan ish yo'q. Endi hal qilish kerak buni. Demak, hozir alomatlardan qarasangiz, hal qilish davriga kirdi. Yoki boshlandi, bugundan boshlandi desangiz bo'laverdi vatandosh. Lixosani ziyorat qilgan Xi Jinping amaliyotda xizmat o'rinlashtirgan Xi Jinping. Urumchini mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilgan Xi Jinping o'tgan yil 7-oyning 1-kunida 14-kunigacha amaliyot xizmat o'rinlashtirgan Xi Jinping desangiz bo'ldi vatandosh. Lekin hozirgacha mening og'zimdan chiqmaydigani, tushmaydigani tunigan kunlardan tasdiqlab so'zlayotgan 2 trillion 700 milliard dollar. Vah deysiz. Hozir qarasam Amerikaning 19 trillion, 20 trillion atrofida ekan milliy daromadi. Jungoning milliy daromadi 16 trillion atrofida ekan. Balki Yaponiyaning shunday bo'lishi kerak. Endi kichikroq bir davlatlarning yillik milliy daromadini eg'izga olsangiz, hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga, ya'ni mustamlika Uyg'uristonga xarjlanadigan yoki mablag' qilib solingan pul 2 trillion 700 milliard dollar. Mana bu şeyde vatandaşım. Endi qandaq o'zgarishlar bo'ladi desangiz, savolni qo'ysangiz, siyosat sohasidagi o'zgarish, yana boshqa qandaq o'zgarishni tagi-taktini surishtirsangiz, bu pulning o'zgarishi. Pul bo'lmasa bu ishlarni qilg'ili bo'lmaydi vatandoshim. Tibet rayoniga qancha mablag' solib bu chiqmadi eg'izga. Hozir Uyg'uristonga solgan mablag' o'tirg'i chiqdi. Endi bu ishlarning hammasini biz hozir sizlarga topshirgan siyosat. O mening siyosatim emas, Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati, jahonning siyosati sizlarga topshirdik. Shu doiralar
tushensanglar bo'ladi vatandoshlar.